Mingta telefon eplay olasizmi? 1000 ta telefon? 1000ta telefon yig'ishingiz kerak. Bo'ldi, inshaalloh eplaymiz aka. Bo'ldi, bo'lmasa obunachilarga tushuntiraymi bir. Tushuntiring bir. Qaranglar, obunachilar, agar bilsanglar, men butun O'zbekistonga telefon tarqatgan bo'lsam, endi nedik 1000 dan ziyod telefonni yig'ish kerak. O'zbekistonda. Sizga shart. Voy, 1000 dan oshiq. Agar bir kamaz yig'ib qo'ysamchi? Qarang, agar bir kamaz telefon yig'ib olsangiz, sizga bitta zo'r hadyam bor. Sovg'a bor-a? Eplay olasizmi? Endi 1000 ta telefon qancha bo'lar ekan do'stlar? Kuzatib turinglar, butun O'zbekistonda yig'ish kerak. Butun O'zbekiston bo'ylab farqi yo'q. Ishlaydimi, ishlamaydimi, buzuqmi, umuman farqi yo'q. Polностью boshqichilik Ha, farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. 1000 dan ziyod telefon yig'ib kelishingiz kerak. Bo'ldi. Qashqadaryodan boshlab, Surxondaryo, Navoiy, Buxoro, Qoraqalpoqgacha borib, Abratni vodiygacha qaytib kelasiz. Qo'lingizdan keladimi? Shartni zo'ra. 2000 ta qilib yuboramiz. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Nedik bitta zo'r proyekt boshlagan, Xudo xohlasa nasib bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib kuzatib tursanglar, zo'r narsa. Qarang, biz ham obuna qaytaramiz, to'g'rimi? Bizlar ham obuna bo'lib qaytaramiz sizlarga. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yingizlar, bizlar ham sizlarga obuna bo'lib qo'yamiz. Endi menga ham qiziq bo'lyapti hozir. Necha kunda yig'ib yuborar ekanman a? Endi qancha tez yig'sa, shuncha tez nima qilamiz-da? Telefonni tayyorlab turinglar do'stlar. Meni uni uyimda masalan 10 ta buzuq telefon bor-da. Bo'ldi. Ana shularni qo'shasiz. Bo'ldi. Ana shularni qo'shasiz. Kimda uyda buzuq telefonmi, ishlamaydimi, batareykasi yo'qmi, knopkalimi, umuman farqi yo'q. Ana shunaqalar yig'ishingiz kerak. Bo'ldi. Bo'ladimi? Inshaalloh eplaymiz.